Malibu bir babi birda. Buni yaxshi tarafi kattaligi, kengligi. Hani bemalol sig'ib keturadi. U 5 kishilik bo'lsa 6 kishi ham sig'ib keturadi. Kattaligidan tashqari o'zi katta bo'lsa ham narxi ancha kichkina qo'yilyapti. Foydalanib qolinglar. Bu sizlar uchun yaqin tanishingiz ko'rayotgan bo'lsa yoki o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, siz uchun yaxshi variant. Lasetti'ni puliga-da, to есть Gentra'ni ham puliga. Gentra'lar ham 7-7,5 ming, 8 minggacha sotiladi. Undan ko'ra Malibu 1ni foydalanib qoling. Ishlari ham akkuratli. Ходовой motor korobkalarda hech qanaqa ish yo'q ekan. Egalarining aytganlari bo'yicha nima ishi bo'lsa qilib qo'ydim deyaptilar. Mana balonlarni ham ko'ringlar, yomon emas. Bu birinchi paysi. Hop, gazlari ham bor, 4-pakelikni. Mana salonlari lattali bo'ladi. Mana matrichli, tikanoviy. Malibu 2000 o'sha bilsanglar, ya'ni 19lari ham, 1,5 taliklari ham xuddi shunaqa bo'ladi-yu-chi. Bir yaxshi chiqargan. Ko'pchilik haydagan, ko'pchilik buni boshida olgan. Falon pul edi, bilasizlar, mana bunaqa magnitlar, bosh ko'jalari baquvvatda mana 200 mingga yaqin yurgan ekan. Tayyor. Olasizlar, minasizlar. 2013-yil birinchi paysi 200 ming yurgan Malibu gazlari bilan srochniy narxlarda 7800 bo'lsa beraverlar. 7800 ga foydalanib qoling. Ulgurgan ulgurdi. Bunaqasini topa olmaysizlar ekan. Oppoqqina maza qilib yurasiz. Katta, hech kim bilmaydi sizlar buni 7800 ga olganinglar. 10 ming sizlar ham o'zingizlarga qanaqadir приятный bo'ladi yurganinglarda. Yumshoqqina yurasizlar. Zo'r narxda qo'yapman. Olgan odam baraka topadi bu narxdan.